bugun biz yangi BYD Yuan Up DMI taqdimotiga tashrif buyurdik. Bizlar bilan qolinglar. Bugungi o'zgarishlar, bu avtomobilga kiritilgan yangiliklar, asosiy o'zgarishlar va asosiysi avtomobil narxini bugungi shortimizda sizlarga taqdim etamiz. Ketdik. Yangilangan BYD Yuan Up tashqi ko'rinishidan hech ham o'zgargani yo'q. O'sha Dragon Face uslubida ishlangan tashqi dizayn, o'sha baxt uzuklari nomini olgan yoritish chiroqlari, endilikda ular shunaqa go'zal LED formatida ishlangan. Yana katta o'zgarishlardan bittasi, endilikda yangi BYD Yuan Up DMI'larda radiator panjarasi paydo bo'lgan. Tabiiyki, ichki yonilg'i dvigatel paydo bo'lgandan keyin kattalashgan radiator panjarasi paydo bo'lgan va bu yangilangan BYD Yuan Up'larga o'zgacha bir go'zal bir ko'rinish baxsh etgan. Avtomobil 1,5 litrlik tabiiy havo olish tizimli 4 silindrli dvigatel bilan jihozlangan. 18 kilovatli Blade batareyasi, 110 km sof elektrda yo'l bosish masofasi, NEDC ko'rsatkichlar bo'yicha va xuddi shu ko'rsatkichlar bo'yicha 100 km ga yoqilg'i sarfi 3,1 litrni tashkil etadi va bularning barchasi Super DMI platformasini tashkil qiladi. Xo'p, avtomobilning narxi 266 million 700 mingga teng ekan. Xo'p, hurmatli tomoshabinlar, ushbu yangilangan gibrid versiyasi xuddi elektr versiya bilan narxi deyarli bir xil. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu avtomobil shu narxga arziydimi yoki yo'qmi? Ushbu avtomobilni siz bizning Avtoilon Uz ilovamizda topishingiz mumkin. Rasmiy dilerlar bo'limiga kirasiz va u yerda agar ushbu avtomobil sizga qiziq bo'lsa, o'z kontaktlaringizni qoldirsangiz sizga aloqaga chiqishadi. Avtoilon Uz avtomobil sotish va sotib olish uchun eng qulay ilova. Havolalarni biriktirib ketamiz. Hurmatli tomoshabinlar, bu barcha berayotgan ma'lumotlarimiz tabiiyki tanishtiruvchi ma'lumotlar. Bu BYD Yuan Up'ni tabiiyki biz to'liqona sharh qilamiz. Ushbu sharhni siz bizning YouTube kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Obuna bo'ling, bizni sharhimizni o'tkazib yubormang. Ko'rishguncha